Farg'ona davlat texnika universitetiga tashrif buyurdik va bu yerda buxgalter akalar bilan qisqacha savol-javob o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Sizdan bir intervyu olmoqchi edim. Hozir o'tsangiz agar. Bo'ldi, rahmat. Keling, o'tiring. Birinchi savolim shundan iboratki, siz buxgalter sifatida moliyaviy hisobotlarni ishonchligini qanday ta'minlaysiz? Ishonchlilikni ta'minlash uchun biz kuchli ichki nazorat tizimini qo'llaymiz. Har bir operatsiya hujjatlashtiriladi va bir necha bosqichdagi kuchli tekshiruvdan o'tkaziladi. Ichki nazorat tizimida aynan qaysi mexanizmlar muhim rol o'ynaydi? Eng muhimlari vakolatlarni to'g'ri taqsimlash, hujjatlarni aylanishini nazorat qilish va muntazam ichki auditni o'tkazib boramiz. Yaxshi. Soliq yukini kamaytirish uchun qanday qonuniy usullardan foydalanasiz? Biz soliqda imtiyozlarni amortizatsiya siyosati va investitsiya chegirmalaridan foydalanamiz. Bularning barchasi qonunchilik doirasida amalga oshiriladi. Moliyaviy firibgarlikni aniqlashda qanday yondashuv qo'llaysiz? Risklarga asoslangan audit usulidan foydalanamiz. Eng xavfli operatsiyalarni alohida tekshirib chiqamiz. Moliyaviy inqiroz paytida kompaniya qanday yordam bera olasiz? Raqamli texnologiyalar ishingizga qanday ta'sir qiladi? Juda katta rol o'ynaydi hozirgi kunda. ERP tizimlari va avtomatlashtirilgan dasturlar yordamida hisob-kitoblar tez va aniq bajarilmoqda hozirgi kunda. Moliyaviy inqiroz paytida siz kompaniyaga qanday yordam bera olasiz? Eng avvalo biz pul oqimini nazorat qilamiz, kerakli xarajatlarni qisqartirib, likvidlikni saqlashga harakat qilamiz. Yaxshi buxgalter bo'lish uchun qanday fazilatlar kerak? Aniqlik, mas'uliyat va qonunchilikni chuqur bilish eng muhim fazilatlar hisoblanadi. Kelajakda buxgalter kasbida qanday o'zgartirmoqchisiz? Kelajakda buxgalterlik faqat hisobchilik emas, balki kompaniyaning moliyaviy maslahatchisi sifatida ishlashni hozirgi maqsad qilyapman. Savol-javob uchun sizga rahmat. Sog' bo'ling. Mana ko'rib chiqdik, yaxshi buxgalter bo'lish uchun yaxshi ishlashni o'zi kifoya qilmaydi. Bu intervyular uchun Shohnur akaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.